Assalomu alaykum, Feroz agentsiyasining obunachilari, omonat dunyoda omon yuribsiz qadrdonlar. Bugungi abzorimiz Buxoro shahar Sharq 1 Kalson yonida 5 etajga domimizning 5-etajda 2 tomonlama proyekt 3 xonali kvartiramiz abzori kerak. O'z kvartiramiz abzori sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Yana abzor davomida qolgan ma'lumotlarni yetkazamiz qadrdonlar. Ana bu spalni xonamiz, konditsioner qoladi, radiatorlar qo'yilgan, turецкий radiatorlar qo'yilgan, akvaplastlar bilan trezalar qilingan. Ana bu sifati yaxshi eshiklardan qo'yilgan. Oyoq ostlarimiz laminat qilingan. Ana bu esa bolalar xonasi. Bolalar xonasi ham kattagina bemalol alyuminiy radiator qo'yilgan, bu yoq ham laminatlar qilib, xonamiz tozagina fonini remont qilib qo'yganlar qadrdonlarim. Bizning abzorimiz sizlarga ma'qul kelgansa like bosishni aytmang qadrdon. Feroz agentsiyasida obuna bo'lishni unutmang. Faqat eshigimiz jilet eshik qo'yilgan, bu yoqqa perxo'ja shkaf qo'yilgan. Bana berasa bizning yuvinish xonamiz patologgacha kafir qilib, oyna va rakina qo'yilgan qadrdonlarim. Ana berasa bizning kengina hurmatli opa-singillarimiz sevadigan kuxunimiz ham kengina kuxni garniturcha qilingan, duh kontini kategoriya qo'yilgan. Bu esa radiatori alyuminiy radiator ana kalso. Lakasini qarang, yo'l ustiga muammo yo'q, maktab yo'ldan u yoqqa hamma sharoitga ega. Yo'l nasib etsa 1 yil 2 yil ichiga deonacha yo'l bo'ladi, bu yer glavni yo'l bo'lib qoladi. Ana berasa bizning kattagina kengina mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz kattaligini qarang, panorama trezalar, trezamiz ham akvaplast qilingan, podakonlar qo'yilgan qadrdonlarim. Bizning abzorimiz sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa like bosishni aytmang. Do'stlaringizga tarqatishni so'rab qolamiz. Kvartiramiz ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib bersak bo'ladi qadrdonlarim. Qo'llaringizga 10 ming, 15 ming pullaringiz bo'lsa, ikkilamchi kredit asosida ham rasmiylashtirib beramiz. Kvartiramiz narxini bu yoq kelishib akamiz aytdilar, uy xonadon egalari aytdilar, 38 yil, 37 yillar bu yoq kelishib 36500 deb baholaymiz. Yana ozgina zazorchasi bor savdolashga. Nima deymiz? So'qqan tashang, shu kvartirani xohlasa ikkilamchi qilib oling, xohlasangiz naqd pulga olib kelib maza qilib yashang. Feroz agentsiyasida obuna bo'lishni unutmang. Pastga raqamlarni qo'yamiz. Bizga jiring aloqada chiqishini so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.